Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan SNR haqida gaplashamiz. SNR bu Support and Resistance so'zini qisqartirilgan ma'nosi hisoblanadi. Ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik deyiladi. Biz resistance va support qanaqa qilib aniqlaymiz? Bozorda ikki xil ko'rinish mavjud. Ya'ni bu V ko'rinishi va A ko'rinishda hosil bo'ladi. Ya'ni bu holatda biz qanaqa qilib ishlatishimiz mumkin? Bu holatda biz V ko'rinishidagi shaklni pasini support deb oladigan bo'lsak, mana bu holatda endi A ko'rinishidagi, ya'ni modelimizni biz resistance deb olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu holatda zonani belgilab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu holatda biz qachondir bozor mana bu pastdagi support zonamizga kelganda tasdiq bilan biz buy pozitsiya otishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam qachondir narximiz yuqoriga, ya'ni resistance ga borganda biz shu yerdan tasdiq bilan sell pozitsiya otishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir men buni chiroyliroq qilib tuzishga harakat qilaman. Ozgina nima qilib qoldi? Tak. Hop. Mana bu holatda, ya'ni biz bu yerga supportga kelganda tasdiq bilan chiroyli buy pozitsiya ochishimiz mumkin bo'ladi. Endi resistance ga kelganda esa bu yerdan ham tasdiq bilan sell pozitsiya ochishimiz mumkin bo'ladi. Stop loss har doim resistance ni yuqorisida bo'ladi. Buy pozitsiya kirganda esa support ni pastki qismida bo'ladi. Bu holatda biz juda chiroyli savdo qilishimiz mumkin. Endi real grafikda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana misol uchun bizga line chart yordam keladi, ya'ni A va V shakllarini idealni ko'rishimiz uchun. Endi mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda V shakli bor. Bu yerni biz support qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi hop, shamlarga olib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, ya'ni biz supportni yashil shamni soyasini zona qilib olishimiz mumkin. Bozor qachondir shu yerga kelganda biz tasdiq bilan buy pozitsiya ochishimiz mumkin. Ko'rib turibsizlar. Ya'ni bu yerdan mana misol uchun 230 pipscha, ya'ni yuqoriga harakatlanganda, misol uchun 0.11 dona pozitsiya ochadigan bo'lsangiz agar, ko'rib turibsizlar, 230 dollar foyda qilish mumkin bo'ladi. Endi ya'ni resistance sell uchun ko'rib chiqadigan bo'lsak agar, endi e'tibor bergan bo'lsanglar, hop, sell uchun biz ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, sell uchun line chartga olamiz. Mana bu yerda endi A shakli, mana bu idealroq o'xshayapti, ya'ni A shakli. Buni shamlarga olib o'tadigan bo'lsak, qizil shamni soyasini zona qilib olishimiz kerak, lekin qizil shamni soyasi kalta bo'lgani uchun, qisqa bo'lgani uchun biz yashil shamni soyasini zona qilib olishimiz mumkin. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, bozor qachondir shu yerga kelib, pastga razvorat qilib, ya'ni mana bu yerda bizda yana support zonamizdan kelib, mana bu yerdan juda chiroyli yuqoriga harakatlanib, ya'ni resistance zonamizga borib, bu yerdan ham ishlab ketgan. Ya'ni misol uchun mana bu yerda buyga ham kirsak bo'ladi. Buy kirganimizda 2 pips yuqoriga harakatlangan, sell zonamizdan, ya'ni resistancedan esa ya'ni ko'rib turibsizlar, 220 pips pastga harakatlangan. Support and resistance bozorda eng chiroyli ishlaydigan, ya'ni zonalar hisoblanadi. Bu yerlarda biz idealni foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi misol uchun to'g'ri bu istoriyadan ko'rsatdim, lekin realni grafikni ko'radigan bo'lsak, qanaqa qilib ishlatishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, mana narximiz juda pastga qulab ketdi, ya'ni 3255 gacha. Sababi juda ham oddiy. Buni keyingi xudo xolasa video roliklarda tushuntirib berishga harakat qilaman. Nima sabab? Bu yerdan ya'ni support zonamizni break qilib pastga qulaganini keyingi xudo xolasa darslarda sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Yana bir anaqa bo'lish uchun yana bir ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda juda ham ko'p A va V shakllar juda ham ko'p. Mana bu yerda esa e'tibor bergan bo'lsanglar, ya'ni past A, tepamiz V, mana shu holatda biz, mana e'tibor beringlar,
yashil sham soyasi bo'lmagani uchun qizil sham soyasini zona qilib olishimiz mumkin. Mana bu yer narx kelganda e'tibor beringlar, juda chiroyli tasdiq bilan yuqoriga harakatlangan. Endi bu holatda biz ya'ni qizil sham soyasini sel uchun zona qilib olamiz, lekin yetib kelmasdan narximiz qulagan. Mana bu yerda endi e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun mana bu qizil sham soyasini zona qilib oladigan bo'lsak, qachondan narx shu yerga kelib yana pastga qulagan. Mana bu yerda ham e'tibor bergan bo'lsanglar, yashil sham soyasini zona qilib oladigan bo'lsak, to'g'ri bu pastgacha tashlab, ya'ni yana yuqoriga ko'tarilgan. Shuning uchun bu yerda tasdiq olib keyingina bozorga kirilishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda juda ham chiroyli tasdiq bo'lgan. Ana shundan keyin buy pozitsiya ochish mumkin bo'ladi. Xo'p, endi support and resistance, ya'ni SNR faqat bulardan iborat emas. Bu yerda shamlarni ham o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni bu har bitta shamning o'ziga yarasha ma'nosi mavjud. Buni sekin asta agar mana shu YouTube kanalimizni kuzatib borsanglar, agar sekin astalik bilan har doim shu har hafta yakshanba kunlari sizlarga chiroyli video roliklar yoki shanba kunlari video roliklar qo'yib, sizlarga sekin astalik bilan tushuntirib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, o'rgangan narsalar bozorda 90% ishlab beradi. Buni avvalambor buni sekin asta kuzatish kerak. Ya'ni bu hech kimda hech qachon tezda o'xshamaydi. Sabr bilan, ya'ni diqqatli bilan kuzatib, ya'ni bozorni o'rganish kerak bo'ladi. Agar siz besabr bo'lsangiz, ya'ni bu soha sizni ko'p minusga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha, ya'ni sabr bilan support and resistance zonamizga, ya'ni qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonamizga kelganda tasdiq bilan savdoga kirish tavsiya etiladi. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa har shanba va yakshanba kunlari sizlarga video roliklar joylab boriladi. Misol uchun SNRda qanaqa yo'nalish bo'lsa, hammasini sekin asta birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Keyingi darsimiz breakoutlar haqida bo'ladi. Ya'ni breakout biz uchun juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Mana shu breakoutni o'rganib olgandan keyin o'sha anchagina siz support and resistance qanaqa foydalanishni xudo xolasa tushunib olasiz. Hammaga rahmat. Yana o'sha gap, videoga like bosib qo'yinglar, yana nimani tushirgan bo'lsanglar va kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirsalaring yoki qanaqadir boshqacha strategiyalar o'rgating deb yozib qoldirsalaring, shunga qarab yana strategiyalarni ham o'rgatib borishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.